Hop, metal mashinalarimiz bitta ham 1.24 maktab. Hop, Toyota Highlander modeli. Narxi 195 ming so'mdan, bu tomoni 190 mingga. Prado, Toyota Prado. Bu tomonda Bugatti bor, qizil, qora ranglari, narxlari 215 ming so'mdan. Monchalarimiz 4 ta eshik kapot bagaj ochiladi, o'lchami 1.24, bunda 2 ta eshik kapot bagaj ochiladi. Keyin balit mashinamizni olib qo'yganmiz, mana korobkaligi. Narxi 330 ming ekan. Bu tomonda mana Mustang, bu tomonda Bugatti, BMW mashinalari, hop Aytorli, bu tomonda Batman mashinalari 290 ming, 295 ming, 290, 295 mingdan. Bu tomonda ham har xil modellar bor. Porsche 911, bu tomonda ham i3. Kichkina 1.32 maktabda ham Rolls Bugatti bu tomonda. Lambo mashinamiz ham bor. Bu tomonda ko'rib turganingizdek Mercedes, BMW har xil mashinalar kelib qo'yganmiz. Tesla'ni mana shu Forasi ham bor do'konimizda. Har xillardan. Katta 1.18 o'lchamdagi i5 mashinamizni olib kelib qo'yganmiz. Sifatlari zo'r. Yo'timomda ham 85 mingga qaysi bo'lmoqchini bilmadim, lekin 185 ming tomonda Toyota. Mana bu ham Toyota, bu tomonda lekin Marokan yangi bo'libdi. Hop, Urbagoron mashinada, Urbagoron bo'lsa Jeep 185 mingdan. Bu tomonda ham 195 mingga xilor 60 mingga kichkina motorlar bor. Bu tomonda ashtaqanga To'g'ri eskicha ko'rsatib avvalo pushta ko'rinishdagi Rolls mashinalarimiz bor sotuvda. Hamberlar hammasi bizning filarimizda mavjud. Bemalol kelib har bir seriya bo'ladi. Audi. Bu tomonda ham birga 32 o'lchamdagi mashinalarimiz bor. Ko'rib turganingizdek, narxlari 110 ming so'mdan chiqqan, 120 ming. Modellarga qarab, bu yerda ham McLaren bor, Lambo, Bugatti, bu ham shu Xitoy mashinalarida Audi'lar bor. Tomonda ham yengilliklar ko'p. Bu tomonda 120 minglik hammasi, o'zini tey tomonda passavkasi bo'ladi. Aylantirib Lambo, bu tomonda McLaren. Shu Xitoy mashinalarida adashmasam, bu tomonda Mercedes, Bentley, Rolls. Mashinalar bor, pastda Porsche ham bor ekan. Range Rover Defender'lar bor ekan. Bu tomonda motorlar Benda, Bugatti firmalari bor. Mana Harley Davidson ham bor. Narx 180 mingdan.
motorlar to'plami. Mashtaqanga idishda bo'ladi. Buni ham alohida video qo'yamiz. Bemalol YouTube kanaliga joylaganmiz. Videosi bor. Men motorlarni alohida joylaganmiz. Hammasini olib ko'rsatib o'tib ketaman. Hammasini shu motorlarni alohida joylaganmiz. YouTube kanaliga joylaganmiz. Birga 24 maktabda kattalari Hobotda Land Cruiser, Toyota bu tomonda ham Xitoy mashinalar ekan. XM Xitoy mashinalar bu tomonda. Rolls do'konimizda hozircha shu xillardan bor, do'konimizga kutib qolamiz.